Yashnobod tumanida aka sizni biznes qilishingiz uchun 10-24, fasadi 24 metr, uzunasiga bo'lsa 40 metr bo'lgan hovlimizni bugun sotuvga chiqdi. Shunda domlarini yonida joylashgan. Bu joyimizni 100% xarid qilganingizdan keyin biznes uchun ishlatasiz. Katta dom qurilyapti. Bu yerda primerni 2600-3000 ta xonadon bor. Xonadonga kerak bo'ladigan medklinika, частный bog'cha, частный maktab qursangiz ham juda ideal tushadi. Ya'ni ko'p qavatli bino ham bu yerga qurib turib, aka siz bemalol biznesingiz uchun foydalansangiz bo'ladi. Birinchi qavati do'konlar, ikkinchi qavati bog'cha, maktab qilib foydalansa bo'ladigan sharoiti bor. Yana bitta plusiga keladigan bo'lsak, Mashq ko'cha shunda Farg'ona yo'liga chiqadi. Yashnobod tumani Uysozlar ko'chasi. Bu yoq tarafimizda ham yo'ldan kirib kelaverishimizni, xullas mana bu katta jiloy kompleksi shunda yonida tushgan. Pluslarni sanab o'tamiz. 3 ta taraflama ko'cha. Birinchi tarafimizda ko'cha, bu yon tarafimizda ko'cha va dom bilan bizani hovlimizni orasida ham pajarni vixidi qoldirib ketilgan. Oldi tarafda bizani mana shunaqa gabrazli binoyimiz bor-u, bu yerga uje yashashga emas, biznes uchun bo'lganiga buzib tashab, bu yerga bitta chiroyli, xullas proyekt tushirsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, mana ko'rayotganingizdek, domimizgacha o'sha o'rtasida alohida yo'li qilingan. Biznes uchun okey, yaxshi taklif. Keling, ko'ring joyi, lokatsiyani ko'ring. Mana bu qurilayotgan novostroykalarimizni ko'ring-da, o'zingizni biznesingizga moslab, bilmadim, birinchi qavatini katta supermarket, Korzinkami, Havasmi, Makromi qivorsangiz, tepa qavatlarini bemalol alohida turgan bino qilib foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun aeroport ham yaqin, gostinitsa qivorsangiz ham menimcha juda chiroyli joy bo'ladi. O'rtada hech kim yo'q, primoy joyi egalarining telefon raqami videoni opisaniyasida.